Salam dostlar, yaxshimisizlar? Ayollarning eng qimmatli uyi degan nima? Mening bir yaqin do'stim bo'ladigan. Garchi bizning yashimiz, millatimiz o'xshash bo'lmasa-mu, bizga o'xshash orzu bizning qalblarimizni manguga bog'lagan. Oldingi bu do'stim ko'krak rak kasalligi sababli bu dunyo bilan mangulik qo'shlashdi. U ayrilish oldida menga: "Men bir umr balam, yo'ldoshim, uyim deb o'tdim. Lekin o'zimning eng qimmatli bo'lgan uyimni saqlab qololmadim" dedi. Albatta biz ayollarning bir jup ko'pirkimiz xuddi chiroyli yasalgan g'ujur uyga o'xshaydi. Agar g'ujur uyni tozalamasak, o'mchik to'ldirib tomlarni bog'lab ketganidek, bizning qalbimizmi qayg'u hasratga, alamga to'shqinida ko'pirkimizni albatta kasallik chirmab ketadi. Biz ayollarning bariyatlarimiz bo'lsa, qattiq yasalgan bir saraydir. Bu sarayda biz amrayimiz bilan energiya almashtirib, sevgi sharobini tetib qolmay, hattoki farzandlarimiz 10 oy umr ko'radigan eng katta o'rnidir. Cemiyetimizde nurg'un ayollarımızda uyim balam deb erdigan kechki oshxonadan chiqmaydigan. Ma ayda gilam olsam, buda ayda parda olsam. Aha do'stim, uyga xristal qochqichi opgan, men shuni ilib tilsam deb to'shmaydigan uyni to'shqis bo'lolmay bir umr halikchilik o'tadigan. Amaliyotda sizning o uyingizning qanchalik hayratli, narsalaringizning qanchalik ko'p bo'lishi muhim emas. Eng muhimi, siz o'zingizga tayyor bo'lgan shu qimmatli ikki ko'krak bir bariyatlaringizdan iborat ikki biz uy bir sarayimizning sağlam, sap bo'lishi eng muhim. Sizga bu qimmatli uy bo'lgandilar, siz ana shu uyingizning qimmatini oshira olasiz. Shunga barcha xonim qizlarimizning o'ziga tayyor bo'lgan eng qimmatli uyining sog'lom bo'lishini tilashman. Barchalarga sog'lomlik va go'zallik yor bo'lsin.